Aziz hamkorlar, yangi kelgan batlarimizdan bittasi Timyanoy vada kekik suvi. Men o'zim ham intiqlik bilan bu suvimiz kelishini kutganim, chunki juda ham foydali. Ayniqsa ko'pchiliklarda oshqozonda hazm sistemasida buzilishlar bo'ladi. Shularga yaxshi yordam beradi, qorin dam bo'lishida yaxshi yordam beradi, bakteriyalarga, viruslarga qarshi samarali yordam beradi, o'pkani, jigarni tozalaydi va hamda og'izda paydo bo'ladigan mikroblarga qarshi, tishda, milkda qanaqa kasalliklar bo'lsa yordam beradi, gijjalarni haydashga juda ham samarali yordam beradi va bolalarning suyak rivojlanishida qo'llab-quvvatlaydi va ayollarda menopauza davrida kuzatiladigan suyak yemirishida ham samarali yordam beradi. Juda ham kerakli va foydali mahsulotimiz har bitta xonadonda bo'lishi shart.